Assalomu alaykum aka-uka parvozlar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar charchamasdan. Kommentariyada so'ragan akalarimiz bor, qanaqa tutadigan qildingiz deb. Manaqa dori bor. Zotat akalarga borsanglar, hali kataki tutadigan manaqa dezinfeksiya bor ekan, tutadigan. Shundan bering desiz, beradi, 200 gram bo'ladi. Shundan bitta beradi. Keyin piyalaga manaqa alyumindan solib hop, alyumindan solib turib, 200 gram hammasini quyib berasizlar. Endi har qalay kasalliklarga qarshi chiqmagan jondan umid. Mana. Hammasini quyib berasizlar. Quyib qo'yib o'zingizlar chiqib turasizlar. Mana kattalarga endi bir dezinfeksiya qilib qo'yaylik, hammasini mazasi yo'q. So'ragan akalarimiz uchun mana shunaqa idishda beradi 200 gram. Hop, mana holatda ijrab sekin tutaydi. O'ta qattiq tutaydi lekin. Buni ham qo'yaman, ko'rsataman. Akalar qorayib ketaveradi shunaqa. Tutashni boshlaydi. Mana akalar, boshladi tutashni. Ko'rdinglarmi? Ancha foydasi bor mana shu narsani ham. Mana shu holatda qaynab tutaydi. Aka-uka parvozdan ko'rib qo'yinglar. Mana polniy kataylar hamma yo'q yopilgan bo'lish kerak. Tutun umuman chiqmas kerak. Men ham hech narsa yopaman mana. Aka parvozni mana ochyapmiz mana. Ko'ryapsizlarmi? Kaptar mana shu holatda piqillaydi. Piq-piq qilib beradi.